Assalomu alaykum. Robocon testdagi 0054 masalani yechamiz. Kubik matritsada o'yin. Masalan, shartni o'qiymiz. Dasturlashni endigina o'rganayotgan Hasan va Husan o'yin o'ynashmoqda. Ularda n, ya'ni 3 o'lchamli kubik matritsa mavjud. O'yinni yoshi katta bo'lgani uchun Hasan boshlab beradi va ular navbatma-navbat o'yinda o'z yurishlarini qilishadi. O'yin sharti quyidagicha: navbat kelgan o'yinchi kubik matritsadan ixtiyoriy band bo'lmagan yacheykani tanlaydi va u yerga o'zining belgisini joylashtiradi. Shundan so'ng tanlangan yacheyka va unga qo'shni bo'lgan yacheykalar band hisoblanadi. E'tibor bering, demak bitta yacheyka tanlansa, uni atrofidagi yacheykalar ham band hisoblanadi. Ya'ni keyingi o'yinchi o'sha yacheykalarni tanlash imkoniga ega bo'lmaydi. Demak, navbat kelgan o'yinchi o'z yurishini amalga oshira olmasa, o'yinda yutqizadi. Xo'sh, kirish faylda n beriladi, ana bu n oralig'i. Chiqish faylda Hasan yoki Husan yutishini chiqarishimiz kerak. Endi e'tibor bering, bitta yacheyka belgilansa, undan keyingilar ham band hisoblansa, demak, demak har bitta tashlab keyingisiga qo'yish mumkin. Ya'ni ikkiga karralmasligini tekshiriladi bu yerda. Shuning uchun e'tibor bersak, ana hatto qonuniyatni ham ana bundan ham ko'rsak bo'ladi. Agar ikkiga karrali bo'lsa, e'tibor bering, Husan yutadi. Ikkiga karrali bo'lmasa-chi, Hasan yutadi. Chunki bitta tashlab bitta keyingisini tanlayveriladi. 3 ta yo'nalishda bo'lsa ham farqi yo'q. 3 ta yo'nalish, 3 ta o'lchamda davom etaveradi u. Bitta tashlab keyingisi belgilanadi. Bitta tashlab keyingisi belgilanadi. Ya'ni bu yerda asosiy son 2, e'tibor bering. 3 o'lchamda bo'lsa ham. Demak, 2 ga karramasligini tekshiriladi xolos. Demak, bu masalaning sharti va algoritmi edi. Keling endi shu masalani C++ da yechaylik. Visual Studio'da C++ tilini tanlab, proyekt hosil qilib olamiz. Qayerga saqlashni ko'rsatib, create'ni bosaylik. Endi bu kommentlar kerak emas bizga, o'chirib tashlaymiz. Bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Endi using namespace std deymiz. Standart namespace'ni ishlatish uchun. Endi long tipida n e'lon qilib o'qib olaylik endi. Nimaga long tipida? Chunki int tipiga sig'maydi bu. E'tibor bering, 19 xonalarni. 18 darajasigacha. Endi string natija Hasan yutadi deb o'ylaylik. Xo'sh, Hasan qachon yutadi? Hasan ana toq bo'lganda yutar ekan. Juft bo'lgandachi Husan yutadi deb bo'ladi. Demak, if n ni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, ya'ni juft bo'lsa, natija teng bo'ladi Husanga. Xo'sh, to'g'ri qildikmi? 2 da Husan, 7 da demak Hasan to'g'ri. Endi cout bilan natijani ekranga chiqaramiz. Bo'ldi, tamom. Mana ishlatib ko'raylik. Demak, 2 da Husan, 2 da Husan to'g'ri va 7 da Hasan. 7 da Hasan to'g'ri. Xo'sh, ana. Demak, buni olib endi baholash uchun yuboramiz. Va bu yerdan C++ ni tanlab yuborishni bosamiz. Va ana testlardan o'tib bo'ldi, ana allaqachon accept deydi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning C++dagi yechimi edi. Quyidagi Telegram, YouTube va Instagram kanallariga obuna bo'lamiz. Ilmni tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz.